Devorning rangiga mos rozetka включатель tanlash uchun 3 ta tavsiya. Agar rozetka va включательni bir kichiq kerak bo'lsa, devorning rangi och bo'lsa, rozetka включательlarni ham och, to'q bo'lsa, to'q qilish kerak. Agarda rozetka включательlarni ajratish kerak bo'lsa, unda kontrast usulidan foydalanib, devor rangi och bo'lsa, to'q rozetka включательlardan, devor rangi to'q bo'lsa, och rozetka включательlardan foydalanish tavsiya qilinadi. Furnituralarni ham rozetka включательlarga moslash tavsiya qilinadi. Ya'ni eshik ruchkalari, oshiq-moshiqlari, mebelni oyoqlari va hokazo. Bu uyingizga yanada chiroyli ko'rk beradi. Rozetka va включательlarni tanlashda nafaqat devorning rangi, balki uyning dizayni ham muhim hisoblanadi. Nimaga desalar, high-tech uylarga ramkasi qirrali bo'lgan rozetka включательlar to'g'ri keladi. Retro va klassik uylarga bo'lsa, aylana ramkaliklari juda ham mos keladi. Bu haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun Telegram guruhimizga o'tsalaring. Bitta ma'lumotlarni pin qilib qo'ydim. Ranglar, tushadigan va boshqa narsalarni ham bemalol o'sha yerdan ko'rib foydalanishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.